Qirg'iziston toza savayskiy obunachilar Shved. 3-chi qoringa. Xo'p, 45 million so'm narx aytilyapti. Bo'ylari 120 atrofida. Ustalarga ahamiyat berib qo'ylar. 1-2 kunda tug'adigan variant ekan obunachilar mana. O'sha yillar ostida pishib tayyorgarlik ko'ryapti, mol o'zi ham tug'ishgan mana. 35 million, 34,5 million savdolarni mana shakamiz qilib turibgan. Bergani yo'q. Oldilaridan, yonboshlaridan bir qattiq ko'rsatib qo'yamiz. Quyosh nuri tushib bo'lgan bo'lsa, bu tomondan ranglari toza shvetdi. Ranglaridan, quloqlarida skanerlari bilan. Oq quloq, oq tushiq do'stlar mana. Kamida tug'sa 15 ta sut beradi. Kamida beradi obunachilar. Boqsa yana ko'paytirib beradigan sifatli sigir ekan obunachilar. Xo'p, barakasini bersin. Davom etamiz. Xohlasa, xunojin bo'g'ozlarda yoshlaridan ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Ko'rib kuzatib, like bosib ketaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlar hamda YouTube foydalanuvchilari va sigir ishqibozlari. Do'stlar, bugun haftaning 4-kuni payshanba, 4-iyun 2026 Andijon viloyati Asaka O'zbekiston Chormol bozoridan sigirlar qatoridan videorolik tayyorlayapmiz. Videoni ham boshlatib ko'rishni unutmang, like bosib ketasizlar do'stlar. Shvet ekan bunisi navbatdagisi. Bu kimlarga bilmaydilar akalar? Buni Ilyasni topa olmadi. Ilyasni topishimiz bilan ma'lumotlarni beramiz obunachilar. Galishtin obunachilar. Nechinchi qoringa bu aka? 2-chi qoringa 3,5 oylik bo'g'oz ekan obunachilar. Xo'p, sutlari 20 taga yaqin sut bor ekan. Narxlarini bir qator yoritib ketamiz. Bo'ylari biri 35-40 ga boradi. Og'izda ko'sh qatarib turibdi, sifatli obunachilar. Buni ham ishqibozi o'ziga yarasha bo'ladi. Nech pul narx aytyapsiz aka bunga? 5 million dedim. Savdo bo'ldimi? Ha, 35 million hozir berishadi. 35 million so'm mana savdolari o'rtutgan yonboshdan orqadan chiroyli qilib ko'rsatib qo'yapmiz. Sizlarning baho berib ketaverasizlar. Aka nomer aytib qo'yasizmi ishqiboziga? Sotib yuboramiz, bozoringizni bersin aka. Xo'p, mana shu ko'rib turgan targ'ildi obunachilar 3-chi qoringa gardga olibdi. Semizligini qaranglar. Qisirga olibdi, 28,5 millionga baraka bo'lgan. Nihoyatda katta, bo'ylari 120 plus atrofida obunachilar. Abzor 20 mana. Nima deysizlar? Bo'g'oz chiqib qolishi mumkinmi? Bo'g'oz chiqib qoladigan bo'lsa ham 50 million narx aytadi egasi obunachilar. Endi dehqon sotgan, balki qisirdir, balki bo'g'ozdir. O, mana bu joyda baraka bo'lgan bitta sigir obunachilar. Aka nech pul oldi bu? 40,5 million so'mga. 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz. Bolasi xunojin ekan-a? Bolasi xunojin ekan mana obunachilar. O'zi ham bir tuqqan ekan 5 ta oldi-da. Yosh. Yoshmi? Arkada so'ylachib ketganiga, tuqqan hareket etmay. Yosh ekan. Ikkita yo, 3-chi bolasi obunachilar. Tomonlardan chiroyli sifatli chiqqan ekan. Buni bilmaysiz ekan narxlari 1 million 300 ga oldik. Siz oldingizmi? 40 million 300 ming so'm Grifortga qo'yilgan ekan bu. Sifatli nasldor ekan obunachilar. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Bola ham qo'ch ekan. Bolani o'zi qoplab ketgan, xudo xolasa katta bo'lsa enasini. Yana pils ko'p qo'yilsa, o'sha enani puli chiqadi obunachilar. Mana voy mashalloh, bolani qaranglar, sifatlarini qaranglar do'stlar mana. Olganga ham, sotganga ham Alloh taolo barakasini bersin. Mana shu joyda obunachilar chiroyli bitta shved xunojin. Gazlarni hayotda uzun, oyoq qo'llari, palash chiziqlari bor. Oyoq qo'llari uzun variantidan ekan. Adashmasam 8 oylik, 8,5 oylik xunojin. Hojaga nech pulga savdosi buni? Hozirgi savdosi 20 million 400 ming so'mga mana shu joyda savdolari qo'lini ushlab bo'lib turibgan obunachilar. Baraka bo'lishi bilan yoritamiz. Lekin juda chiroyli sigir bo'ladi. Assalomu alaykum. Hojaga yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi. Nech pul deyapsiz buni? Bunimi? 38. Nechinchi qorin tog'a? Birinchi qoringa 38 million so'm kami bor. Bo'g'oz varianti, bo'ylari 120 plus atrofida.
Mana. Ko'rib baho beryapsizlar, narx-navolarni qancha qildik. Bozor qancha berdi, tog'a? 38. Necha oylik bo'g'oz? 8-chi oyga o'tgan. 8-chi oyga o'tgan. Mana sifatli. Birinchisiga. Xohlasa, birinchisigami bu? Birinchisiga ekan do'stlar. Xo'p, beradi, 10 tadan osh sut beradi birinchisiga. Endi avvalo o'zlaringning qo'llaringda. Tog'a, nomer ham aytib ketasizmi shikoziga? 38 deyapti. Nomer aytasizmi shikoziga? 91. Aytoring. 610 91 86. Niya qiziq bo'lsa mana aloqaga chiqib olasizlar obunachilar. Hop, davom etamiz. Bo'g'ozlardan ko'rsatdik endi. Endi bolani mana shu yerda shveti ham bor ekan. Bolasi urib qo'yilgan ekan. Ko'p shvetlar sementlarga chatishtiryapti bozorda. Nechinchi qorin aka bu? Assalomu alaykum. Ikkita tuqqan. Nech pul deyapsizlar buni? 33. Pul yengil aytilyapti. Bermayapti. Ashnaning 33 million so'mga berilmayapti ekan. Bo'ylari 125 plus atrofida. Aka qancha sutga berasiz buni? 8 taga sinov olasizlar ekan, o'zlaringning qo'llaringda bolasi bu qancha. Nomer ham aytib berasizmi shikoziga? 91. Aytoring. 876 2217. Mana qiziq bo'lsa yana aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli, sifatli shvet obunachilar mana. Ko'rib o'zlaring baho berib qo'ylar. Puli yengillardan so'raganlarga mana hammani ham 30 million, 50 million, 40 millionga sigir olishga qurib yetmaydi, lekin puli yengil variantdan bolasi qo'cha. Birinchi qorin ekana? Birinchi bolasi mana. Qancha sutga berasiz buni aka? 5 bolasidan tashqari. Emgandan tashqari 5 litr normalni bitta oilani, yosh oila bo'lsa, tebratveradigan. Bo'ylarni aytib ketdik, 115 2 ga boradigan variant. Nech pul bersa aka buni? Bozor so'radimi? Qancha beryapti? 27 million 200 ming so'mga. Dangal qo'li tushib savdo qildim aka uni. Mana savdolarni ko'p topilashdi. Nomer aytib ketasizmi? Telefon nomer ayting. Hop, 109 03 ya qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yengildan ham ko'rsatdik, puli balandroqdan ham ko'rsatdik. Galishtindan ham ko'rsatdik. Hammasini qisqacha ma'lumotlarni hop berib ketyapmiz. Endi o'zim olib, tarbiyalab, yoshidan, xunojilidan olib sigir qilaman deganlar uchun hop, yosh xunojillardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoga like bosib turinglar do'stlar. Hop, mana tomonga o'tyapmiz do'stlar. Ikkoviga 31 million so'm beryapti ekan. 8 oyga yaqin hop, xunojillar obunachilar mana. Akamizni ko'p ekan tagiga. Mana bu tomonda ham sifatli xunojlar chiqib, baraka bo'pti. Endi bularni qani topa olsa egasi do'stlar, yoritishga harakat qilardi. Voy, mashalloh, bu turishni qaranglar. Mana. Bo'lyapti 16 million, 7 million so'm boshqalar savdolari bo'lyapti. Bu qo'ya kuyib turgan variantlari 20 million nisbatan teparoqda mol o'ziga qarab bo'lyapti. Hojiga ikkoviga qancha pul berdi? Bozor 31 million. Ha, endi kechki bozor kamroq beryapti ekan. Jelsiga chatishgan, chiroyli shvet variant obunachilar siz eshitdingiz. Nomer aytasizmi? Sotilib ketib qolsa-chi? Sotilib ketib qolsa, akasi nomer qo'yib berasizmi? Ayting. 99lik 077 17 50. Men adaylar sizdanmi aka? Nech bosh bor? 5 ta bor ekan. 5 ta bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarini yoritib ketdik do'stlar. Yeb so'roq savollardan o'ylanmaysa, akalarimiz savdogar, bugun bo'lib ertaga yo'qolib ketmaydi. Doim bo'ladi akalarim. Xo'p, davom etamiz obunachilar. Lekin savdo obzoriga motor. Savdo sigir bozorlarida juda barakasi juda zo'r bo'lyapti. Sababi ko'pchilik sigir yuraveryapti o'zini. Sut qatig'i bor. Shuning uchun bolasi bor. Bolasi 40-chi, enasi yana qochib qolyapti 40-chi. Yana plus. Sutidan ham daromad, bolasidan ham daromad, yonida bolasi undan ham daromad. Qonidagidan ham har tomonlama foyda bo'lib qoldi obunachilar. Yengil yana bitta chiroylidan so'raganga mana shu oyda bo'ylari 115 plus atrofida asosan 5,5 oylik shvetcha bor ekan, chatishgan qo'ng'ir svet obunachilar. Nech pul narx ekan buni? 15 narx aytyapti. So'radim bozor. 14 million so'm savdolari bo'pti mana do'stlar. Mana. Voy, mashalloh. Mana shaqasidan olsalaringa puli yengil variant obunachilar. Skvoziga bor kattaroq. nomer aytib beramizmi? Yana 3tasini ko'rsatib qo'ying. Qaysi 3 aka?
To'yadi 3 ta bor ekan. Hop, bu tomonda ham bor ekan akamizda. Savdogar ekan. Qaysi biri? Qo'ysa bo'laveradi. Buqaga kuyib turgan variant ha. Hop, bu ikkinchisi. Mana uchovi sizdanmi? 3 ta bor ekan mana. Ranglarini, tiniqligini qaranglar, Mana. Jersiga chochishib ketgan, ha to'qlashib ketadi. Orqalari oq, chiroyli sigirlarni uchovi ham. Pullari-chi bularni uchovi? 18 million so'mdan kam bor. 15 pastda bitmaydi. 16 milliondan bozor puli yurtdi. Ustiga yursa sotiladi do'stlar mana. Buni o'zini 16,5 berdi. Birinchi ko'rganimiz, 16,5. Ha, bunga kuyib turgan variantiga 16,5 million so'm savdo bo'lgan. Qo'yiq suyga 16,5 dan pul beryapti mana. Nomer aytib qo'yamiz aka. 94. Hop. 824 91 91. Aloqaga chiqaverasiz obunachilar, sifatlari, gazlari, xudo xolisa zo'ridan. Yana bor 6 ta. Uyda yana bor ekan. Hop. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Xo'p, shunaqa mana sifatli xunojilar ushlaydiganlar do'stlar bozorda juda ko'p savdogarlar. Xo'p, nisbatan yoshlarga ko'rsating deganga bo'ylari 1.25, 1 metr atrofidagi mana chiroyli bitta bolangiz kanigurga chiqqan bo'lsa, o'g'ilchangiz, mana shunaqa o'g'ilchangiz bo'lsa, yetaklab yuraveradi. Va polvon nech pul deyapsiz endi buni chiroyligida? 14 million so'm kami bor-a? Savdosi bo'ldimi uka buni? Savdosi bo'ldimi? Qancha berdi? 11,5 million savdo bo'pti. Akasi qaysinga pul beryapsiz? Assalomu alaykum. Mashinaga qancha beryapsiz? So'raganingizda 11. kamrog'ida. Ha, boshqatda savdo qilyapti, boshqa aka bu. Mana chiroyli buqalar chiqqan 15 million, 10 million o'ziga yarashalarlar aytilyapti. Mana chiroyligidan so'raganga, aka nech pul deyapsiz mashina o'zini? 12,5. Mana puli yengil 12,5 million. So'radimi bozor aka? Qancha berdi? 11 million so'm beryapti. Rasa bo'lsa 2,5 oylik, ha? 3 oylik bo'zaydi, to'g'rimi? 3,5 oylik bo'zay ekan mana obunachilar. Yana bor ekan akalarimizda. Prosta sizlar narxlarni bilib qo'yinglar. Asl O'zbekiston bozor, Baliqchi bozor, Seshanba bozor, Xo'jobod, Qo'rg'ontepa qaysi bozorlar arzonligiga solishtirib qo'yasizlar. Sifatli mollar qaysi tomonga ko'proq chiqadi deganlarga yoritib qo'yamiz. Mana bu tomonda ham akamizning 3 bosh bor ekan, 3ovi ham bunaqa. Bu tomonda ham turibdi. Ishlar yaxshimi? Nech puldan ekan bu? Kimdan, sizlardanmi? Abdulloh sizdanmi bu? Nech puldan deyapsiz buni? 7 ga baraka, 7,5 bermoq. 7 millionga baraka. Rasa bo'lsa. Bermodik. Bir oylik chiqadimi? 40 kun. 40 kunlik bir oylik o'tgan variantga. Bularchi aka? 8,5 ga foyda bering sotamiz. 8,5 millionga mana. Jupiga 18,5 ha? Jupiga 18,5 bo'lsa, ustiga yursa beraman deyapti. Nomer aytib ketasizmi shikosi? Hop. 794 91 mashetlayman. Chiqaverasizlar mana akamiz. Shvet ekan, Messi ekan ya'ni. Hop, shvet bor ekan bu joyda, sementalga chachishgan ekan, bitta Estonga ham chachib ketgan semeshchining gibrid variantlaridan ekan. Pullarni aytib yuboring buni aka. Nech puldan deyapsizlar buni? 10 milliondan kami bor. 10 milliondan? Mana aksiya qilib akamiz. Bola 9,5 9,5 milliondan kam bor, 10 milliondan kam bor. Obunachilar mana. Ishqibozini o'rgatib keting endi. 91lik. Hop. 489 02 69. Aloqaga chiqaverasizlar. Andijon shahar Bo'ston. Agi bor-a? Kelishsa Dastavkalar? bor. Yebishi? Vodiy bo'ylab dastavka bor. Yebishiga 15 kun garantiya. Garantiyasi beriladi. Xo'p. Aka bozoringiz bersin. Aka nech pul oldi bu yana bola? 31,5 million so'm. Ikkinchi qorin ekan, bolasi xunojino buni. Birinchisimi? Voy mashalloh. Birinchisiga mana. Yurak. 2 yurak. Qancha sutga berdi? 7 litr. 7 litr sutga berdi obunachilar mana. Barakasini bersa qolganga sotganga. Obunachilar qisqacha ma'lumotlar berishga harakat qildik. O'tizgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, omad, salomat bo'linglar do'stlar.